Gel. Ver. Selamu aleyküm. Aleykümselam. Yaxşı tudunlarmı? Yaxşı, özəlçə. Anlatımlar. Salam körülmələr. Dünyanın arkadaş çaylardaki biz bugün diyalog kanalımıza hoş geldinler. Bugün biz yana şiiri söhbətimizni davamlaşdırırız. Şiiriyetə ait söhbətimizni. Bugün biz şiiri tekst bilen nesri tekstin farkını yani proza bilen poeziyanın farkını sözleyimiz. Yani tilde qanday fark var? Zadi bir tekst nima uchun o hikoya, bir tekst nima uchun o şiir. Tarixda, adabiyot tarixida hamda uzun tarixdan buyon ko'pincha kishilar normalda bir tekstni shakl qarab farqlantirib kelgan. Masalan, ritm, misra g'arib she'rlarni, turaqliq, qofiyalik, angliq bir narsalar bo'ldi. Undan boshqa abzaslar bo'linib uzun shaklda yozildi bayon jumlalar bilan. Deb shunday ayrılib kelgan lekin yaqin zamanda bu shaklning bu nimasida qolishib ketdi. Ikkisining orasidagi yana she'rlarmi uzun yozilayotgan shakl cho'lib hikoya postlarmi har xil shaklda yozilgan, qisqa yozilgan jumlalar yozilgan bo'ldi. Shunga bu ahvolda zarit biz bir tekst nesri qandaq she'riy deb qaraymiz. Uning biz bugun mush narsalarni bir paranglashib bakmoqchi bo'ldik. Ya'ni tilida u qandaq farqlanadi. Bugun saytimizda Torontodan Ahmadjon Osmon, Gollandiyadan Arzugul G'amkuz. Hoş geldinglar. Rahmet. Arzuguldan nima qilay? Arzugul siz hikoya shunday yaxshi hikoyalarni ayni vaqtda hikoya proz Uyg'ur prozchiligida yangi hikoyachiligida to'ralgan bir qancha parcha hikoyalaringizni e'lon qildingiz. Bu chog'da hali yaxshi olqishga erishib, ishlarning yosh bolalarning askarlarning erishgan hikoyalarni muvaffaqiyatli yozib chiqqandingiz. Ana siz ham bir tarafdan she'r yozasiz. Shu ijodiyat tajribangizga asoslangan yoki tuyg'ungiz bu ikkisini zodi qanday ayirdi? Shu ikkisini qilayotganda qanday o'xshamaydigan ro'yalati bo'ldingiz, tafakkur bo'ldingiz, qanday ma'ni she'r ani hikoya deb ayirganda qanday ayırdingiz? Shuni o'zingizning tajribasi bo'yicha so'zlab berasiz. Hikoya bilan she'rning mening uchun farqi faqat hikoyada bir voqelik başdan oxiri bir voqelikni so'zlashga tirishma va u voqelikdan yo'lga chiqib turib o'zimning tuyg'ularini bütün hayajon yoki bir fikir yolu onların hammasi men hikoya voqelikka yo'g'irib uni singdirib chiqma. Lekin she'rda bir voqelikka kerak yo'q yoki başı ya beşi ve ahiri, başlanışı ve ahirisi bo'lgan bir jarayonga kerak yo'q. Lekin hikoya bilan ve she'r yozganda o'xshashlar. She'r yozgandimi bir o'ltiriblam she'r tugicha bo'lgan adliqda hech qachon turib boqmadim. Hikoyani shundoq, masalan, shunchalik uzun 100 betlik hikoya yozgan vaqtimdimi, kompyuterin oldin 25 saat qopmay o'tirib yozgandim. Ama tuzitish keyingi masalan tuzitgan vaqtda bir oy yoki 2 oy vaqt ketadi tuzitishga. Lekin yezib chiqish boshini va oxir chekni qo'yishga bir kecha kunduz hech qachon qo'yib boqmadim. Ya'ni men o'xshash shaklda yozma, o'xshash bir kayfiyatda faqat birisining hajmi uzun, birisining hajmi qisqa. Xudo siz roman yozib qolmang. Bu yil yozib ketib kelaylik qishda chiqadiksiz o'sha o'ltagan. Şuna roman yazışga tirişiyapman, lekin faqat yezib olamadim. Mushtaq chunki unchalik o'ltirgan vaqtim yo'q. O'rindiqda bir odam qancha uzoq o'ltira oladi, buni bilmaymiz. Bir yil o'ltiramaydi qo'ying. 3 kun o'ltira oladi. 24 soat. Demak siz yana sizga nisbatan hikoya tilidan she'r tilining ko'p farqi yo'q. Bu jumlalari o'xshashunda bo'lgan nasriy jumla bo'ldi degan nisbatan farqi asosiy jihatdan yo'q ekan shundami? Ya'ni inchiklar Asosiy jihatdan yo'q, faqat hikoyada
mantiq, logika var. Başdan axır mən logikini işlətmə, ya ki həmin əsnən girib çıxış cəryanı, yüz veriş cəryanı və onu bir nəticə bilan xulasındı. Lakin şiir undaq emas. Şiir şu vaqtın özdəki yenilinib turduğan, üzdüksüz özgürüb turduğan bir tuyğu özgürüşünü hatırlaydı menimcə. Amma hekayə undaq emas. Hekayə olanın hamısını başdan axır hatırlaşqı boldu. Şoňa hekayə texim erkin, texim rahat menin üçün. Okey, nima uchun she'rning ma'nilari she'rning jumlalari ko'p xil ma'noga ega bo'ldi, aman o'xshamaydigan o'qilmalarga erishgili bo'ldi. Mush narsaga hamda biz taxmin fikrlab kirsak, Ahmadjon bir tajribalik shoir bo'lish sifating bilan Evet. 40 yillik shoir deb. Demakchi o'g'lim, o'ydi demakchi. Xeyri şair desem bulmam da. Ya qaysizni xeyri desek olmaz. Sen yaşınыңmı yaşı? Okey. Sade şiiri tekst bilen nesri tekst qanday farqlanadi? Sen cümleni qanday farqlandırsa bu şey. Şiiri tekst bilen nesri tekst, yak şiiri til bilen nesri til degan vaqtda mening nazarimda ikkisining farqi faqat shu so'zninki ikkisi ishlatayotgan yozuvchi bilan shoir ishlatayotgan so'zning lug'at ma'nisidan. Lug'at ma'nisi degan vaqtimizda ham ko'chma ma'nisi bor. Lug'at ma'nisi. Sözünün lug'at ma'nisi va shu Uyg'ur tilidagi masalan lug'at ko'chma ma'nisi bor. Shu ikki ma'nisidan chiqib yeni bir ma'niga yuzlangan vaqtida so'z, bu so'z yoki bu til she'riy til bo'ladi. Agar u so'z yoki u til shu lug'at ma'nisida ve köşme ma'nisi shuning ichida hamda lug'at ma'nisida qolsa, u chog'da bu til yoki bu so'z nasriy so'z bo'ladi yoki proza bo'ladi. Mushu eng negizlik farq deb o'ylayman. Masalan, qarang'uliq deyli. Qarang'uliq degan so'zningki lug'at ma'nisi bir sotkaning yerimi, keçi bo'lgan yerimi. Mushni qarang'uliq deydi. Bu lug'at ma'nisi so'zning, qarang'uliq degan so'zning. Andan keyin yana bizning Uyg'ur tilida qarang'uliq degan so'zningki ko'chma ma'nisi bor. U bo'lsa masalan jaholat, zulm, Yamallık degandek tushkunlik, ishqilib mush ma'nilarimi ko'chma ma'nisi. Ya'ni bu ma'nimi Uyg'ur tilining lug'at ma'nisining doirasida bor, ko'chma ma'ni. Endi shoir mushu qarang'uliq degan so'zni ishlatgan vaqtida mushu ikki ma'nisidan chiqirdi so'zni, ikki ma'nisidan yo'tkaydi. Yozuvchi shu desang, u bu ikki ma'nisidan yo'tkamaydi qarang'uliq degan so'z. Shu mush ikki ma'nisini saqlab turib yozadi. Shunga she'riy til bilan nasriy til mana shunday shaklda shakllanadi. Barliq. Misal verey. Mesela. Kecha Uyg'ur tili lug'at ma'nisi va ko'chma ma'nisi aniq kecha so'zininki. Andan keyin deyli shoxlar yoki daraxt degan so'zning lug'at ma'nisi va ko'chma ma'nisi Uyg'ur tilida aniq. Kecha degan bu obyektiv hodisa, kecha obyektiv hodisa. Daraxt obyektiv şeyi, modda, narsa, daraxt. Shuning bilan bu ikkisini kechining daraxti deb kechini daraxtga egilik kelishda akasang,
keçinin dərxi deb. Endi bu keçinin dərxi degan bu ibare şəklen, hiç bulmaganda şəklen şiiri ibare oldu. Nesirde yoki prozada hergiz keçinin dərxi degan bundaq bundaq tərkibleniş yoki bundaq baş kelish bulmaydı. Bundaq ibare bulmaydı mesela. Tamam. Bayatın arzu sizden deganiniz bo'yicha siz uni telada ko'p, ya'ni yoki sizning adabiyotingizda uning proz bilan she'rning siz yozishni qilayotganda masalan, uning tili jihatdan ko'p farqi yo'q. Ikkinchisi o'xshash bir manbadan chiqargan o'xshash bir narsani deydi ekan, faqat shu birisi bakroq ko'p qatlamliq chuvalchoq, yana birisi baş axir bor. Birisi okuş biraz tesraf ama hikayenin okuş teximi asan. Onun için bir seviye yoki bir til bilmek etmeydi. Fakat bir Uygurcunu yaxşı bilsiniz, başına axır bağlap inəslərini çıxırıb düşünə alaysınız. Hikayenin okuş teximi asan. Demek Ama şiir okuş biraz tesraf. Benim. mesela siz şiir yazganda veya Ahmetcan degandek o sözlerinin asli ma'nosidan uzilishini, yiroqlashishini uncha qarab ketmaysiz. Ya'ni siz yana proza ishlatgandek bayon so'zidan birini asli ma'nosida, lug'at ma'nosida qarab ishlatayotgansizda, masalan, siz she'r Yok, elbette unaqa. Okay. Elbette unaqa mesela. Men özümni ifadeleşte anca bek yaxşı emaskenman. Ikki qatimliq ko'rishdan keyin his qildim uni. YouTube sahifasidan keyin his qildim. Men yozgan vaqtda yozuvchilikda yaxshi ifodalagan bilan söylashgan vaqtda demoqchi bo'lganman, yuzi yerimizni ach deyoladiganman. Yani sizin jiqib Musa demoqchi, bunda desin bo'lgan odam o'ylab ketdim ichimda. Yani sizni ko'proq taklif qilayli. Chaplar so'zlab tursangiz boshqa ketadi. Lekin dunyo yozuvchilar va she'riy Ahmadjon degandek she'riy tilni qo'llanib hikoya yozgan yozuvchilarmi bekchi? Mesela sizni bir hikoyasi, bir roman orqali bir she'riy muhitning ichiga elib kira oladi. Mening bilishim ikkisi butunlay farqli ikki til emas. Faqat birisi biraz oddiylaştirilgan, Ahmadjon degandek ko'chmani ham oz ishlatganligi uchun. Yeni birisi ko'chmani imog simbollar ko'p bo'lib ketgani uchun texmo sal cho'nqur va murakkab. Undaqda shu Bu mening arzuma gapiga qo'shiq sevitay. Bodlerning bir so'zi bor. Poeziyadimi shoir bo'l deydigan. Demek poeziyanimi şiiri tilden yazgılı buludu. O çağda bu yerde poeziya yazgıcısı yazgıcı emas şair olup kalıdı. Bu ne derseniz siz hazır degende şu poeziyadimi bunu sözlerinin ma'nisini öz ma'nisidan, lug'at ma'nisidan, asli ma'nisidan chiqarib jiroqlashtirgan şekilde tilni ishlatadigan yazgıcılar bor. Lekin bular endi shoir bo'lib qoladi. Yazgıcı bo'lanmaydi. Yani yazganları umumi şekilden poeziya olsunmu, lekin içinde şiirlik yaltırashlar bo'ladi. Menimcha bana şiir bilan hikoyaning farqi hikoyada jumla pek muhim. Qanday jumla tuzish pek muhim. Ama hikoyada şiirda unaqa emas. Şiirda ikki so'zni bir qilib onu bir cümle deb sunalaymiz. Ama hikayede unaqa emas. Mening hikoyadagi jumla tuzish texim bekroq muhim va texim ko'p qatlamli, ko'p xil fikrlik narsani qo'shib tegili bo'ldi. Nurg'un yozuvchilarning jumla tuzishiga ba'zan qarab pek hayron qolaman. She'rdek jumla tuza oladi. Necha kun bo'ldi bir tal kitobni o'qib va necha kun emasdan necha oy bo'ldi o'qiyamayotman to'g'risi. Chunki kitobdagi so'zlar shunchalik murakkabki, hani tushunish emas, his qilishmi shunday pek tezkan. Shuni qaraganda ba'zi yozuvchilar she'riy til jihatda shunday bir yerga beribdiki, shunday bir seviyaga she'r yozgan o'xshash hikoya yoza oladi, hikoyani ifoda qila oladi.
Sizin degeniz bu kitap. Yo'lisizmi? Okey. Yo'lisizmi? Men hozir shuni deydep turgandim James Joyce'ni. Mesela James Joyce'ni okumak tez deyildi. Onun okumaklarının tesligi. Onun cümlelerininki siz degandek mesela poeziya nesri cümleni tüzmek test dediniz o siz şiir cümleni tesirek dep. Ameliyatda Ulysses'nin James Joyce'nin cümleleri şiiri cümle bekerek yıkın bu aşka onun tili tez. Onu okumak tez. Şuna sizinki karşınızdan eksi deyme ben. Asli tesi şiiri cümle. Yani şiiri til. Herkes ne tilemez. Nesri cümlemez, nesri tilemez. Mesela James Joyce'nin sözünü alaylı. Mesela misalga deydi yokluk barlığının en yüksek şekli diyen cümleler var mesela. Mesela yokluk barlığının en yüksek şekli diyen cümleni menimce poeziya okuyduğu Allah, nima proz okuyduğu Allah okuyamayız bu cümle. Çünkü bu şiiri cümle. Mesela yokluğunun barlığının en yüksek şekli bulduğu menimce bu felsefi cümle emas. Hikaye, romanın cümlesi mi emas, edebi tenkitinin cümlesi mi emas, dini cümle mi emas, bu bir şiiri cümle. Şuna şiiri cümlenin bütün başka cümleler bilen farkı buludu. Muşu farkını, James Joyce'nin muşu cümlesini göreleyimiz. Hem bunu inçkilep söz düşüp, ne için muşu fark desek, onu sözlesek bulur. Okey, şimdi müçümüş perikimiz sorgun battı. Azırak asasını koçlap bakaylı. Bayatın sen diyendek şiiri bayan bilen o nesri bayanının yak yazıcının söz işiltişilik o perik. Ne için şiirde şair lügat mənisine yaklaşkan, başka bir məniga yaklaşkan sözü kollanıdı. Ne için yazıcılar lügat mənisindeki sözünü kollanıdı. Bunun asası ne? Nima uchun hikoyada u lug'at ma'nosi Arzugul yaxshiroq javob beraylaydi chunki hozir u o'zining tajribasida ham hikoya yozgandan keyin ham she'r yozgandan keyin deyman. Buni Arzugul bosh so'zlab baqsangiz. Ben Ahmetcan Kuşuz cevap veriş bakaya. Binatı şiiri cümle insana texmi keng bir tefekkür boşluğu berdi. Ama nesri cümle onda emas. Nesri cümle texmi böyle enik bir reallik mesela. Bir reallikning bir parçası sizning ko'z oldingizda ifodalab beradigan daraja. Shunchalik boshliqda bo'ldi. Uningdan bekkan emas. Ama ba'zi usti yozuvchilar buni texmi taraqqiy qildirib hem reallikni ichida bo'lmagan yoki faqat kalımızning ichida bo'lgan reallikni ifodalab beradigan darajada she'riy nesri cümle qura oladi. Menimcha farqi shu. Demek çoğunuz doğru tushungan bo'lsam, siz nima uchun shoirlar ma'nisidan yiroqlashgan so'zlarni ishlatadi? Chunki o'sha uzoqlashtirish orqali Uzaklaştırıcı emas. Sizga keng bir tefekkür boşluğu yaratdi. Demoqchimi? Okey. Sen tushun Ahmetcan. Okey. Mundaq ayrıyla. Davamlıq biz bir tushunchani, bir hukmni aniqlamoqchi bo'lsak, masalani ikkiga ayirib turib so'zlasak, texmi aniq bo'ladi emasmi? Shuni ayirib turib so'zlagan. Şair üçün, yazgıç üçün, ikilisi üçün, yani proz üçün yoki poeziya üçün ikki narsa var ularning oldida. Biri hodisa, biri mahiyet. Yazgıcı hadisini tasvirlaydi. Hadisini yazıdı. Şair hadiseden kirib şu hadisenin mahiyetini yazıdı.
Mahiyetini tasvirlaydi. Şuna bu iki til o'xshamay chiqadi. Ayni bir hadise, yazgıçının yazgını başka tili bilen, şairning yazgını başka tili bilen chiqadi. Nima uchun degan vaqtida? Chunki ikkisininki qarash burjiki o'xshamaydi. Yazgıçı hadisinin özünü ko'radi, özünü yazadi. Şair hadiseden teşip kirib hadisini mahiyetga kirib, mahiyetini ko'radi, mahiyetini yazadi. Şunun bilan til o'xshamaydi. Masalan, James Joyce'ninki abayqi söz yine misal alaylı cümlesini. Yo'qlik barlığının en yüksek şekli. Bu cümlege qarasak, yo'qlik degan so'zni alaylı. Yo'qlik bir hadis sifatida u yo'qlik. U hech nimaning shakli emas. Chunki yo'q narsa bo'lsa, yo'qning nimasi ismi bo'lsa. Şuna yo'qning shakli bo'lamdi? Bo'lmaydi, yo'qning shakli bo'lmaydi. Hergiz shakli bo'lmaydi. Hem yo'qlik shaklma emas. Modda emas, shaklma emas. Bizning lug'at ma'nimizdagi yo'qlikning gapini qilyapman. Bu Uyg'ur tili lug'at ma'nisida yo'qlik hech nima emas. U yo'qlik. Shaklma emas, mazmun emas. Lekin, mushunaq bo'lganda yozuvchi mushunaq qaraydi yo'qlikqa. Hadis shaklda yo'qlikqa mushunaq qaraydi. U shaklma emas, mazmun emas, chunki u yo'qlik. Lekin shoir unda qaramaydi. Shoir mushu yo'qlik degan mushu hadisiga, mushu yo'q hadisini barliq keltirdi. Bar qiladi uni. Uning mohiyatini ko'rib, shuning bilan yo'qlikning yo'q emas, uning bar ekanligini hem barning en yüksek şekli ekanligini jakalaydi. Şuna şairning tili tushuniksiz chiqadi. Nima uchun tushuniksiz chiqadi? Chunki o'qirmanda yo'qlikning faqat lug'at ma'nosini vakollasida. O shoir davatgan, shoir yetib qolgan ma'nosi yo'q yo'qlikning o'qirmanning kallasida. Shuning bilan o'qirman gangrab qoladigan gap. Nima davatadi ma o'da? Yazgıçının cümlelerinde okurman gangırmaydı. Çünkü yazgıcı mı, okurman mı, aynı sözünün aynı manisi de turdu. İkisi tam. Lakin şiirde şair sözünün bir manisi de okurman sözünün yeni bir manisi turup kalganlık için arılık kep çıkıyordu. İkisini kaptırsa da. Rahmet. Bu senin insanların şu yoki ko'pincha insanların tilinin yoki tefekkürünün şu sözlerinin lug'at ma'nosidagi altidagi bayonlarga mutlaq ergishishi, shuni bekroq anlay olishi, sen yana hadislarni bekroq jalb qilishini bunu qandaq aniqlab beraydi bir shoir. Sizningcha masalan Arzu nima uchun insonlar masalan men o'zim aytsam agar bir yozuvchi bir jumla berib o ishni tepib g'azab bilan ichib kirdida chopinni tashlab o'zini karavotga otdi degan bu jumlani o'qig'im kelmaydi men masalan ko'pincha hikoyalar shoirlarni tasvirlaydi bo'lgan ishlarni siz aytganda ko'zlaysiz. Lekin yana dunyoda nayt az shoir var, bekçek yazgıcı var. Yani proz yazgan yoki shu hadislarni to'xtamasan muxbir gazetlarni tortasiz, maqola yozganlarni tortasiz. Nima uchun u shunda mutlaq ko'p sonni egallaydi, nima uchun insonlar bekroq hadisi jalb qildi shuni. Masalan, qiz Bazat apa romanlarni bilasiz, setilib yilda necha milliard setildi. Shunga siz yozuvchi bo'lishingiz bilan qandaq Köz bilen kögül bolgan näselerini yaxşı gördü. Ular için köpünç insanlar için onda bek çoğunkorlap oylanış, iki şiir cümle mesela iki tal mesela aldığı bir şiir koysanız onu okup onu tefekkür kılış onun için tesrah ve tesrahın için şu an ret kılıdı onu aldığı kelgen näsini. Bu insanların mahiyeti, insanlar hiç kadar çoğunkorlap düşünüşke
uncha bek intilip ketmeydi. Köpünçe adamlar közün altı näslen körüş amrak. Naiti net, enek, şekilde ökürüp ketmeydi kan. Adamın naiti o. Menimçe şu sebep. Okey. Ondan Ahmetcan senin Мәсі бұны сәнім шейка yazmay sergen bir soğanta yalğantın bayatını digenlerden keyin onu sorunsam bulğan boldu. Senin şu hadislerini hatırlap oltağın yok. Yaki sen tefekkür bu hadisler kemmemdi. Yaki makal bazı başkaça nesne yazsa tefekkür onun jarayonlarini yaki hem de makalı sıman bir nesne yazsa lekin mesela hikaye proz yazmaysan ko mesela hikaye yazmaysan. Yok. Hikaye yazmadım ha. Şunu hikayenin nerede günah kaldı. Bir günah yok. Yok günah yok. Poeziya bilen proza ikisi okşaşlan mühim sanat türleri hem de janrları, edebiyat janrları. İkisi ne siliştiremeyiz yani hüküm çıkaramayız yani deyimiz bir anondan yaxşı yoki anondan nachar deydigan. Yo'q, ikkisi o'xshash darajada mühim janrlar. Lekin menimcha bu odamninki prozi yozishi yoki she'r yozishi, anonga manondan bakara qiziqishi Arzgul degandek belki şu insonning xarakteridan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Masalan, inson bakjiq o'ylanishni xohlamaydigan bo'lishi mumkin. Nima deymiz? Hodisinin o'zini bilsalam kifoya bo'ladigan, mohiyati bilan ko'rinmaydigan, hatto ba'zi faylasuflar mohiyatni yo'q deydi. Masalan, o'tganki bizning bir suhbatimizda şu sizlarning şu dialog suhbatida masalan shu nim bilan qilingan umum barmit yo'q, umum yo'qda. Bir umum barmitda bir suhbatda masalan shunaqa ilm fan to'g'risida yo bu ziddiyat to'g'risida diniy va ilm fan bilan dinning. Shu chog'da masalan shu falsafa doktori bo'lgan bizning suhbatdishimiz aniq oshkora holda jakarladigan mohiyat yo'q narsada. Mana şu felsefe ilmide doktorluğunu ağan mutefekkür bir adam mı mahiyetini yok deydi. Demek mahiyet yok buluşu mümkün demek. Şuna okurmenler mı köpüncüsü mahiyet bilen kar yok. Çünkü mahiyet yok oluşu mümkün. Hem mühim emas. Ulağı en mühim boğunu hadise. Lekin dünya bek materyalzımlık dünya bulup ketdi hazır. Lekin mühim yeri nima desa, mahiyetning yo'qligini degan vaqtimizda bak cho'ng masala kelib chiqadi. Bak cho'ng masala. Bu insonning ruhiyatiga berib taqishadigan masala. Krizislar yuz berdi hatta. İnson ruhiyatida. Masalan, o'limni olaylik. Ölüm degan bu söz Uyg'ur tilidagi bir sözlük ölüm. Bu hem şiiri sözlük hem nesri sözlük. Qachon şiiri sözlük bo'ladi? Ölümning o'zi, ölüm degan sözlükning o'zi, qachon nesri sözlük bo'ladi, qachon şiiri sözlük bo'ladi? Mushuning farqini hozir mushunaq ayıra olamiz. Mush mohiyat bilan hodisining farqini ayirganda. Masalan, ölüm desek, ölümninki Uyg'ur tili izoh lug'atida nima ölüm degan? Hammamiz bilamiz. Chunki u Uyg'ur tili izoh lug'ati izohlagan ma'nisi ölümninki. Shunga u Uyg'ur tili so'zlaydigan har qanday odam biladigan ma'no u ölümninki. Nima desa, ölüm jonning tandan chiqishi, tanning chiriklishi, shuning bilan yerning hayotning qolmasligi, yerga ko'milishi o'likdanninki, jon chiqib ketgan tanning. Shuning bilan uning u tanningki, u murdining go'shtlarini qurt qo'ng'izlarning yeb ketishi, suyaklarining qilib qilishi degandek bunda tushunimiz o'limni. Shundoq emasmi? O'lim shu. Ya'ni bunda chiqayotgan vaqtida o'lim tugash. Tugaganlik, oxirlashganlik bo'ladi.
Bu ölüm degan so'zning lug'at ma'nosi ham lug'at ma'nosi ichidagi ko'chma ma'nosi. Bu proza, nasriy ma'nosi. Buni hammamiz bilamiz. Lekin ba'zi shoirlar o'limni bu ikki ma'nosidan chiqib, o'limning ma'nosini ikkisidan siljitib chiqib, uchinchi ma'nosiga olib borib, uni boshlanish degan. O'lim boshlanish. Ölüm hayatlık degan. Endi bu yerga vaqtida ölüm degan so'zning o'zi mush so'zlik şiiri so'zlik bo'ladi. Chunki u ölüm so'zi menga, men bitek bir o'qirmanga yeni mantiq uchratmagan bir yeni ma'noni ato qildi. U bo'lsa-mu, men uni oxirlashish deb tikanman, u boshlanish ekan. Men uni nima deymiz? Yo'qosh, o'lish, nima, o'lish emas, hayotsizlik deb o'ylab tikanman, u bir hayotlikka. Masalan, Hallajning bir so'zi bor, she'rda, bir she'rlik so'zi ham shu so'z deb nima qilay? Hallajning bir so'zi bor. Hayotim o'limim, o'limim hayotim deydigan. Qandaqsiga hayot o'lim bo'ladi, qandaqsiga yana o'lim hayot bo'ladi? Bu yerga vaqtida hayot degan so'zlik bilan o'lim degan so'zlikning ikkilisi she'riy so'zlik bo'lib ketadi. She'riy so'z bo'ladi. Chunki hayot o'lim emas, o'lim hayot emas. Meningki Uyg'ur tilimdagi ma'nosi hayot bilan o'limning bir-birisiga qarama-qarshi bu ikkisi. Hayot o'lim emas, o'lim hayot emas. Hayot o'limsizlik, o'lim hayotsizlik. Bir-birisini manfiylaydi bular. Bir-birisini manfiylaydi. Hayot o'limni manfiylaydi, o'lim hayotni manfiylaydi. Lekin Hallajning so'zi kelgan vaqtida bu bir-birisi bilan zich bog'langan. Bir-birisining davomi, biri yana birisining davomi. Bir-birisini manfiylamaydi, biri yana birisini musbatlaydi. Talab qiladi. Demak, bu yerda hayot bilan o'lim ikkisi yeni ma'nosi bilan menga ruhiyatimdagi yoki bunday chiqib aytgan vaqtda o'zimni, insoniy borliqimni tushunishda cho'ng rol o'ynagan bo'ladi menga. Men demak o'lsam yo'qmaydi ekanman. Men o'lsam tugamaydi ekanman. Mening o'limim, mening yangidan yashashimga, yangidan hayotlikka erishishimga, yangidan boshlanishim bo'ladi ekan degan ma'vu ideya ne olamanda buningdan shuning bilan umidlanaman. Jushqun bir kayfiyatga o'taman. O'lim menga bergan, o'lim degan shu hodisa. Menga bergan tushkunlik, menga bergan azob uqubat, menga bergan bir xilliqi o'zini yo'qotish, o'zidan yatlishishdek, mushundaq masala, mushundaq ruhiy masala o'limninki ma she'riy ma'nosi kelgan vaqtida bu butunlay aksiga alınmış ketadi ekan. Shuning bilan menda bir xil jushqun kayfiyat, bir xil umid, bir xil sevgi, shularning hammasi yetildi ekan. Demak, mush so'zning o'zi shoir berayotgan mush so'zning o'zi meni davolayotdi degan gap. Meni tushkunlikdan davolayotdi, g'am qayg'udan davolayotdi, meni umidsizlikdan davolayotdi. Lekin bu davolash qandaqdir yolg'on davolash emas yana. Chunki shoirning o'lim boshlanish, o'lim hayot degani bu bir rostlik bu. O'limninki oxirlashish, o'limninki hayotsizlik ekanligi bu yolg'on gap bu. Shunga Uyg'ur tili lug'at ma'nosi yoki Uyg'ur tili bizga o'limni yolg'on izohlaydi degan gap. Shoir bizga rost izohlab berdi. Shunga bir millatning shoiri shu millatning tilini saqlab qolguchi, yanglab turguchi, shu millatning tilini jushqun, ijobiy holatga akilib turguchi, shu shaklda osh tilini so'zlaguvchilarni yengilguchi, hayotlikqa erishtirguchi degan gap. Yangidan boshlatguchi degan gap. Sizningcha Arzu Ahmadjon o'lim boshlanish degan vaqtida qanday boshlanish degan
bo'lishi mumkin. Mesela siz ölseniz namaz başlanırdı. Ölüm başka bir hayatlıktan başlanışı demekçi bolgan bolusu mumkin. Bu dünyada gelmeme. Yok, elbette bu dünyada gelmez. Ben bu soruya cevap veremeyim. Okey. Biraz samimi filan desem ben bu soruya cevap veremeyim. Çünkü şahsi fikrimni desem çokum taşınıp gidişim mümkün. Ben Ahmetcandek cesur emas. Ahmetcan özün soraylar mısınız? Mesela hemen başka nesillerin adesinden tutun başka mevcudatlarını onun ölümü başka bir neslinden bir başlanış yani yan bir hayattan başlanış onun hemen asarak düşengül bulduk hatta ayrılışlarını özgürlüklerini energiyanı o nesli özgürlüğü neslinden güllerden solup yanıp diyoruz. Peki insan kayında insanını ülek kitip insanınki nem başlandı mesela. Okay. Mesela Jalaluddin Rumi özünün şiirde ameliyatı Jalaluddin Rumi Müslüman, İranlık Müslüman, Türkler Türk deydi. Okey, Müslüman. Hakikaten Jalaluddin Rumi özünü men Müslümanlık karşıya ki men Müslüman emas mening bunda aniq şekilde bunda degeni yok. Lekin Jalaluddin Rumi nima deydi? Deydi men ölgende ahiretke baqi dunyoga ketaman. Allohga hisob beraman. Alloh mening hisobatimni oladi, mendan hisobot oladi. Shuning bilan ya do'zaxga boraman, ya jannatga boraman demadi. Nim dedi? Men şiirda deydi Jalaluddin Rumi. Men mineral idim. Ölüp hayvanga yükseldim deydi. Hayvan süptümde ölüp mayısı oldum deydi. Yani Jalaluddin Rumi'nin demekçi bu ne? Fakat ölüm diyen fakat bir maddiyet için deyilgen bir söz. Mesela ten fakat ölüdü ama ruh ölmedi o başka bir evrende diye desek mesela başka bir dünyada başka bir boyut. O yerde yine başka bir şekilde kirip yine hayatga erişidi demekçi mi? Siz hazır to'g'ri, lekin sizningki savolingizga yana bir savol so'rab, men bir aniqlik o'tay. Siz hazır deysiz, teni o'ladi, ruhi o'lmaydi degan gapda siz teni bilan ruhni ayiryotsiz, shundayku. Evet. Bu ikkisi ayrılmaydigan birlik. Ruh bilan ten ikkisi ayrılmaydigan birlik. Ruh o'lsa ten o'ladi, ten o'lsa ruh o'ladi. Lekin undaq demeydi. Undaq demeydi. Kim undaq demaydi? Uyg'ur tili izohli lug'ati undaq demamdi. Mening o'qigan kitoblarimga qaraganda Allah insanı tuproqda yaratdı, su bilan aralashtirib, loy qilib uni tuproqdan yaratdi ve unaga o'zining ruhini püfledi degan bir cümle bor. Aha. Mening bütün hayotım shu cümlening ustiga qurilgan desam bo'ladi. Mening hayotim shu cümlening ustiga qurilgan. Mening hayotim shu cümlening ustiga qurilgan. Ten, maddiyet, ruh o başka. Mening o ruh ölmeydi. Allah'tan üfleyen nefes. O nefes neymiş ki ölsün? Qandaqsiga ölsün? Allah'tan özü ölümsüzse qandaqsiga ölsün? Qarang, siz hozir bu yerda o'lim degan so'zningki lug'at ma'nosini davatsiz mana. Men davatimi o'lim degan ma'no, o'zgarish degan ma'no, tugash degan ma'no emas. Shunga ruh o'ludi deganim meninki, ruh o'zgaradi deganim. Ha. Ruh o'ludi. Ten o'lganga o'xshash ruhmi o'ludi. Lekin u shu o'limida yana bir boshqa narsaga o'zgaradi. Chunki o'lim degan o'zgarish, o'lim degan yangi hayotlik. Shunga mineral öldü. Mineral öldü. Ruh süptüde öldü. Lekin onun ornuna hayvan geldi. Nima hayvan geldi mi? Mayıs geldi. Üsümlük geldi. Üsümlük ruh süptüde öldü. O nimiga o'zgardi? Öldü degan gap, o'zgardi degan gap. Nimiga o'zgardi? Hayvan o'zgardi. Hayvan ruh süptüde öldü. Öldü degan gap, o'zgardi degan gap. Nimiga o'zgardi? İnsan o'zgardi. Endi Jalaluddin Rumi nima deydi? Men endi inson shaklimda o'laman deydi. O'laman degani o'zgaraman degan gap endi. O'laman,
mening oyum barliq keltirgan yoki ijod qilgan farishta bo'laman deydi. Ya'ni qarang ma ruh qandaq yuksilib o'tadi. Ruh eng boshda qop-qora yerning ichida edi, shundaqku. Qora, zulmatli yerning ichida. Ruh. Shu yerda shu ruh siz hozir degan iliqi to'pi bor-ku, Allohning to'pidan odamni yetib ruhni pul degan. Qarang ma ruh Allohning ruhi, shu qop-qorong'u yerning ichida, zulmatning ichida Allohning ruhi o to'pini, loyi bilan birlashib nimaga aylanyotdi? Mineralga aylanyotdi. O mineralga qarang. Mineralning ichidagi Allohning ruhi yine shu mineral bilan aralashib, bir-birisi bilan kirishib, suyishib, shahvatlashib, munosabat qilishib, nimaga aylanyotdi? O'simlikka aylanyotdi. Qarang, shu qop-qorong'u yerning ichida, masalan, olmasin deyli, Allohning ruhi shu qora tuproq bilan birlashib, olmasini hosil qilib, qop-qorong'u shu tuproqning, qorong'u tuproqning ichida olmasda yurib turadigan bir narsa paydo bo'lyotdi. Lekin Allah deganimiz bir cisim, o bir maddi bir narsa. Ruh unaqa emas, ruh bir cisim emas, çünkü onu ko'rgan olmasninki nur kelgandilam vallahi chaqnatishi ruh emasmi? U ruh nima u? Emas. Nur qaytishi o bir fizikli hodisa menimcha. Arzugul. Ma qulamga qarang, ha? Mushla jim to'sin. Ma u azı ruh bağı bunun da lekin ruh yo'q deb turgan jimligiga qarab. Ruh yo'q hozir. Qarang, ma mizratyapman, har xil shakllarga akavyapman barmoqlarimni. Qarang, ma ruhni ko'ryapsiz? Ruh degan shu. Qarang, ma barmoqlarimni har xil shakllarga akavyotgan ruh. Çünkü siz hayattasiz, hayat bo'lgandan keyin albatta ruhingiz bo'ldi. Yaxshi qilib Elbette çünkü ruhim bulmaganda ben ülük olaman, kollarımla medirtiş emas, kollarım sesip gidiyor. Çünkü ruh yok da. Şuna meni sesitmagan, meni medirtip durgan, meni her xil şekillerge ekirip durgan, meni yükselttirip, meni mineraldan ösümlükten hayvanga, hayvandan insanga, insandan perişteden Xudoga apırıp atkan nesi ne olsan desiniz ruh. Şu Allah'ın bana pöylüge ruhi. Aşı ruh bilen Allah meni eyni çağdılam, mendek bulsa degen. Çünkü mendek bulsa degeni iniq ku. Mehmet Aleyhisselam ne deydi? Allah Adem Aleyhisselam'ını özünün şeklinde yaratkan degen. Şurada degen mi demegen mi? Naq degen. Ondan sonra Allah'ın şeklinde yarılıp değil mi? Şu Allah'ın şekline kirmem ben. Muşundaq ruhimni ülüp durup, yani üzgürüp durup, yüşülüp durup, en ahirde Allah bilemem ben. Çünkü ben Allah'ın şeklindeki Adem asli. Lekin ben özgür işlerden ki anandikin aş şekilde kirmem, Allah'ın şekline kirmem. Yani Allah bilemem. Şuna ayet var o Kur'an'da. İnna halaknal insane fi ahsani takvim summa radetnahu asfalis safilin deydi. Ne diyen gap bu? Biz insanı en yüksek şekilde yarattık, onundikin onu paslarının pasiga tushirib etdik deydi. Mening en yüksek şeklim, Allah yaratgan en yüksek şeklim ilahliqim. Allah'a o'xshaydiganliqim. Onundikin mening en paslarının pisi şeklim nima desa, o mening to'pulug'im. Aşı topluluğumdan ben mineral olup, üsümlük olup, hayvan bulup, insan bulup, perişte olup, Allah olamam diyen gel. Yine aşı yüksek şekilde yaratkan, Allah yaratkan aşı yüksek şekilde barama aşı pes-peslerdir. Bunu kim kılıdı? Ruhim kılıdı. Teraqqiyot nazariyasiga o'xshab ketdim acımdınız. O'xshab ketsa boptu. Eğer o ras olsa, aşı rasını kabul kılış gerek. Lekin tadrijiy taraqqiyot nazariyasi menimcha rost emas, motiv chiqmaganki. Lekin bunu sizni taraqqiyot nazariyasi, bunu tabiiy taraqqiyot nazariyasi desangiz ham bo'lmaydi. Unda desangiz ham bo'lmaydi. Masalan, Darwin hergiz masalan maymun o'simlikdan kelgan demagan.
Anandan keyin herkes İyinkile diyen onu. anandan keyin herkes mesela Ademsiman maymun Adem bo'lgandan keyin farishta bo'ldi demagan. Darman onda demagan. Merdansın oturup yemeğe gülürsüz. Bayataylıqda sizga qo'lni ko'rsatib ma'nodagi ruhni ko'rdingizmi degan ne o'ylayapman. Siz bayatda olmasdan va ruhni ko'rmadim degan vaqtda chaqnashini ruh dedi u. Aşağıdaki emniyette biz aş cisimlardanmı, aşı barlıqdan körelayotganmizda bu narsa. Şuna Joyce yo'qlik barliqning eng yuksak shakli degan. Yo'qlik degan gap ruh shu, sizda vatqa ruh shu, yo'q narsa u ruh degan. Siz ko'rmaysiz-ku, ko'rolmadingiz. Harakatni ko'rdingiz, ruhning o'zini ko'rmadingiz. Ma ruhning ishini ko'rmayapsiz. Ma ruhning o'zini ko'rmayapsiz, ishini ko'ryapsiz. Shuning o'xshash ruh degan yo'qlik u. Allohga o'xshash, Allohning yo'qliqi. U yo'qlik. Lekin u mushu barliqning eng yuksak shakli deydi James Joyce. Yani sizning eng yuksak shakliniz Arzugul Emin G'amkuz degan mushu barliqning eng yuksak shakli yo'qlik deydi James Joyce. Yani ruh deydi. Yani shu ruh asta aldırmay lekin shu üzlüksiz holda ruh o'zini eng yuksak shaklda namoyon qiladi. Yani Allah bo'ladi degan gap. Allah o'zini ko'rsatadi degan. Çünkü bu ruh Allah'ın ruhu emas mı bana söylengen. Şuna bu ruh işini kılıdı mende. Yine beni muşu ruhunun ilgisiga apırdı. Beni muşu ruhunun ilgisiga aylandırdı degan. Bunda düşünsek hata olan da. Ben bunu o toğra yak hata diyeyim. Elbette siz diyemeysiz. Çünkü bu şair şunda qaraydı. Eğer şair olsanız Məmi şunda qarayma deysiz. Şair olmasanız bu joylawatıdı bu deysiz tügeydi iş. Bunun da artık neyse mesela. Joylawatıdım demeyime toğra yak hata demem. Hiç hata çünkü doğru hata yok Arzugul. Benim nazarımda doğru hata yok. Diye başta nurgun körüvatqa adamlar on adamdan 8'de joylawatıdı deb oltağın bo'lishi mumkin. Elbette joylawatıdı deydi elbette. O aniq. Çünkü joylash nereden keldi o deganda, hata nereden keldi o deganda, hata to'g'riga selishtiriladi. Men rangni to'g'ri desam, qora rang xato bo'ladi. U cho'qim %100. Men qizil rangni to'g'ri desam, qora rang xato bo'ladi. Bu %100. Shunga xato to'g'riga selishtiriladi. To'g'ri kallingizda bo'ladi, aniq. Anandan keyin her narsani shunga selishtirib, to'g'ri xatoligini bilasiz. Lekin sizning kallangizdagi aşı to'g'rimi? Bunda savol kelib chiqadi. Rost to'g'rimi shu? Nimish hamma narsa shuni selishtirsiz? Ma savol kelib chiqadi. Agar sizning kallangizdagi aşı to'g'ri deb o'ylab to'g'ri bo'lmay qolsa, siz butun selishtirgan narsalarning hammasiga xato hukm bergan bo'lmamsiz. U chaqda aş narsalarning hammasiga zulm qilgan bo'lmamsiz? Şuna zulüm nereden keladi dese, to'g'ri deb bilib olganligingizdan keladi. Narsalarni to'g'ri deb bilib olganligingizdan zulm keladi. Jungo Kommunistik Partiyasi o'zini to'g'ri deganligi uchun mush zulmlarning hammasini qiladi. O'zining xalqiga va boshqa xalqlarga, Uyg'ur xalqidagi boshqa millatning xalqlariga, davlatning xalqlariga. Chunki u o'zini to'g'ri deb o'ylab olgan. Bunun da hiç kadar bir mantıqlı yakın çıkarıl bulmadı var. Diğerinizde dünyada mutlak toğra yakın mutlak hata deyilgan hiç kadar nesi yok demektiniz. Yok, elbette yok. Ras va yağın ba. Toğra hata yok. Ras ba yağın ba. Ruh, men üçün ruh, hazır ruhның gepini deyiştik o. Ruh rast, acayip rast. O toğru mu, hata mı bilmeyme. Çünkü o Allah'ın ruhu. Ben onun hüküm çıkaramayım, toğru hatalığa. Lekin o rast. Yalgan narsalar var. To'g'ri mu, xato mu bilmayman yalgan narsalarning. Lekin yalganligini bilaman. Shunga to'g'ri xato degandan ko'ra
rast yolg'on degan bakarak yaxshimikin deyman. Ham to'g'ri xato poeziya nima prozaning tili bo'lsa, rast yolg'on she'rning tili. Menimcha to'g'ri xato poeziyaning tili emas, chunki hech qanday bir yozuvchi kendi o'zining hukmi bilan bu to'g'ri, bu yoki xato deb bir hukm chiqarsa, uni o'qirmanning dunyosiga aralashmagan bo'ldi. Hech kim menimcha undaq ifodasi ko'pincha odam xohlamaydi bu. Yozuvchi ashuna o'ylaydi deb o'ylayman. Poeziya tili, nima proza tili shuningga yaqinroq deb o'ylayman. Chunki proza tili qanday bo'lmasin so'zningki lug'at ma'nosini to'g'ri degan qarashda boshlaydi deb o'ylayman yoziqchilikni-chi. To'g'ri degan qarashda emas, faqat lug'at ma'nosi ko'p takrorlangan, hamma odamning tushuna oladigan til bo'ladi. Nim degan gap bu? Nim degan gap? Sizmi to'g'rini hamma odam hozir masalan siz islomdan misol keltirdingiz. Amaliyot u butun musulmonlarningki o'rtaq to'g'risi. Musulmonlarning o'rtaq to'g'risi. Shunga o'xshash yozuvchimi, proza yozgan odammi so'zining butun ash o'qirmanlarga o'rtaq ma'nosini ishlatiblam boshlaydi gapni. Shunga bu yerda chataq chiqmaydi. Chataq na'nin chiqadi? Siz odatlangan so'zning, siz odatlangan ma'nosidan men chiqib ketsam, salom bo'laman. Chataq chiqadi bu yerda. Chiqmam deya chataq chiqadi, salom bo'laman men. Nimanda jo'ylaydi ma'u deydi men faqat. Bu o'lim degan so'z tugash, yo'qolish, hayotsizlik bo'lsa ma qopab o'zgarish, hayotlik davatida mato deb salom deydi men. To'g'ri bilan xato bilan yenili bor. Sizga bor. Qarang arzu. Qarang, siz mutlaq gap qilmang. Sizga bor, to'g'ri bilan xato sizga bor. Menga yo'q. Shu mutlaq narsa yo'q. Mutlaq narsa bo'lmagan ekan, mutlaq to'g'rimi yo'q. Mutlaq xatomi yo'q. Okey, lekin sizning Ahmadjon to'g'ri bilan xatoning barliqining haqiqati nima undaq? Ya'ni chunki mavjudlar bo'ldi ekan, mayli yolg'on bo'lsa-mu Mundaq bir misol tushundim savolingni. Mundaq bir misol beray. Yo'l bilan nishonni olaylik. Yo'l bilan manzil deylik, manzil. Yo'l bilan manzilni olaylik. Yo'l bilan manzil degan ikki so'zlar, juma, ikki so'zlar. Manzil xatomi, to'g'rimi? deb so'raysizlardan. Manzil xatomi, to'g'rimi? Birimi deyolmaysizlar. Yo'l xatomi, to'g'rimi? Birimi deyolmaysizlar. Lekin xatolik nereden kelib chiqadi yoki to'g'rilik nereden kelib chiqadi deganda, ma'lum bir manzilga ya to'g'ri ya xato bo'lmagan, ma'lum bir manzilga ya xato ya to'g'ri bo'lmagan ma'lum yo'lni tanlash masalasi. Meni uyga apirdigan yo'lni tanlay olsam, uyimga boraman, manzilimga bora olmayman. Meni uyimga apirdigan yo'lni tanlay olmasam, ezqib qolib, manzilimdan ezqib qolib, uyimdan ezqib qolib, boshqa xalqning uyiga ketib qolma degan gap. Bu yerdagi to'g'rilik, xatolik nima yuz beryapti? Yo'lda emas, manzilda emas, uyda emas. Tanlashda bo'lyapti. Siz to'g'rini tanladingiz, to'g'ri bir manzilimiz bor, to'g'ri bir nishoningizga ketib borsiz va biz Ya to'g'ri bir manzilingiz bor desangiz xato bo'lasiz. Ya to'g'ri bir manzil yo'q. Siz davat deganingiz to'g'rini tanlayapsiz deysiz. Mushu yo'lim to'g'ri xato emas, mening yo'lni tanlashim to'g'ri xato bo'ladi. Manzilim to'g'ri xato emas, meni aşı manzilga apirdigan yo'lni tanlashimning to'g'ri xatoligiga munosabatli degan gap. Shunga to'g'ri xato narsa yo'q, tanlashda bo'ladi to'g'ri xatolik. Siz İslamiyatning to'g'ri xatoligini tushunsin tanlagan bo'lsangiz, qarangmaga tanlash degan so'zni tanlagan bo'lsangiz, u chaqda sizning tanlaganingiz to'g'ri siz uchun. Amaliyotda siz Allohdan boshqa xudo yo'q degan
Muşunu talladınız. Siz talladınız bunu. Muşu tallaş bilen sizinki Xudayınız Allah buludu. Bir Hristiyan İsa Xuda dep talladı. Undaqda onun Xudası İsa uludu. Endi ben sizden soraydığınım, sizin Xudayınız doğru mu, onun Xudası doğru mu? Sizin Xudayınız hata mı, onun Xudası hata mı? Bunu bizim diyelemsiz? Yok. Fakat diyeleydiğiniz, men mani talladım, şuna ma'u men üçün toğra deysiz. Hristiyan mı, men mani talladım, ma Xudani talladım, şuna bu Xuda men üçün toğra deydi. Şuna mesele tallaşta. Şuna siz tallap bulup, anın degen onu bütün insaniyetke, bütün okuru menge mecburlasınız, muşun tallaysa da, bu çağda erkinligimni musadır kalmışsınız. Erkinlikni musadır kılış degen, şiiriyet karşı mesele bu. Çünkü erkinlik şiiri mesele. Erkinlik şiiri mesele. Tamam, lekin onun şu haqiqati, mavjudlikning haqiqati şu tanlash ishlatilish uchun. Tanlash. Doğru hata. Elbette tallaş. Tallaydigan gap. Şuna bizning Uyghur xalq çöçeklerdi mi? Bazı keler yok yol, bazı kelmesi yol dep iki yolunu aldığınızda taşlap berdi. Tallı belangda. Hiç kim sizni bazı kelmesi yolga yoki bazı keler yolga mecburlaydigan hakkı yok. Hiç kimning hakkı yok. U özünüzдің hakkı. Tallaş özünüzдің hakkı. Qaysi yolga ketip qalsınız, şu yolga ketip qalsınız. Özünüz ketip qalsınız. Özünüzдің tallaşı o degen. Özünüzдің erkinligi o degen. Özünüzдің qarışı, körüşü, ruhunuz şundaq köydü meseleni. Şundaq ketip qalsınız. Başka adam siz ketken yolga mağmay yeni bir yolga ketip qalıdı. Onunla açıqlığa esilip ma yolga mang günün malese o yolga mağma diyelemsiz? Yok. O mu özünün yolu? O özünün yolga ketiyor. O bazı kelmeydiğin yol, ma bazı kelmeydiğin yol. Siz cüretlik, şecaatlik bulmasınız mümkün. Şuna bazı kelmeydiğin yolga ketmeysiz, korkaysız. O şecaatlik, cüretlik buluş mümkün. Şuna bazı kelmeydiğin yolga ketip kalıdı. Korkmaydı, saran olgan diken o. Ketip kalıdı. Yani mundaq şık da özümüzden gipir kelsek, bir sözünün lügat ma'nisiga qaytish asan iş o. Pek asan iş. O bazı keladigan yol. Sözünün lügat ma'nisi bazı keladigan yol. Sözünün lügat ma'nisidan chiqib ketish bazı kelmaydigan yolu. O saranlık o. Korkunçluk iş. O şiiri iş. Şuna şiiri iş, şiiri mesele davamlıq korkunçluk buludu. Saranlık buludu. Çünkü o çokum emas. O şair yaratıvatkan sözlükün ma'nisi çokum emas. Çokumu nima dese, lügat ma'nisi, o çokum. Onun çokumluğu nereden keldi dese, aş sözünü sözleydiğin hemme adam şundaq deplam keskin hüküm çıkarıyordu. Onun çokum emasligi onu şu şairga oy to'g'ri nima bu ma'nun devatqani degan saranglarla çokum demese başkalar çokum demaydi. Akıllı adamlar çokum demaydi onun. Şuna şair buluş için sarang buluş gerek. Akıllı kopqa şair olamaydı. Arzu, ahirki sözünüzni alsam, təsiratınızı sizlep baksınız. Ben bayağıdan bir sual sormak istedim, unutup kaldım. Şu sualı eslik tirsatma. Ahmetcan'dan ben sual sorsam bulamdım. Boldu, evet, toxtmay sorsanız mı oldu? Bayağıdan programlaşma münazirmizden mezmunluğa göre neçe vaktin yakı o WhatsApp topladı boğan münazirden bir xulas çıkarsa bunundan şu İslam dini olsun, başka bir din olsun, ya ki tarikatçıların dini olsun, ta uzaktaki Cumhur'daki Xitaylarning dini olsun. Hemisinden bir ahirliş bir
bir ahırlışı bir menzili varken. Hem mesela birbirine şuna okşatıyor. Mesela şu Sofislanı, Həllaci deyimiz, Cəlaldin Rumi deyimiz. Şu Davcan dindikilerine, olanın ki hem mesela ahır vaxtda oxşaş bir geplerini kurdu. Oxşaş cümleler işləydi. Oxşaş bir nəsil demesi ilişki taşıdı. Siz degəndək. Bu şayatlıqla almış duruşu mesela. İnsanların bedenden, fakat bedenden ölüp ruhunun başka bir dünyaya köçüp, ya ki kayıtı görülüp, mesela aşağı ifadeydi o. Hemisi aslında oxşab gedir bir-birisini. Bunun sebebi değil mi? Bunun sebebini benim üzerinden til bilen aytқан vaqtimda bunun sebebini rasını görüş. Rasını görüş. Rasını kögüçi özü aldını ala rast toğra davağan nəsidin gumanlığını alğan adamlar rasını görələydi. Özünün aldını ala toğra davağının gumanlanmaydigan adam rasını görənməydi. Şuna rasını görüş üçün siz aldı bilen her nimeden gumanlanıştan başlaşmanız gerek. Gumanlanış sizini siz kılıdı. Sizini özünüz kılıdı. Sizin barlığınızını payda kılıdı. Siz guman kısınız, Descartes degende, men gumanlanıvatımen demek men mevcut deydi Descartes. Degeni, siz guman kığa vaxtınızda anınkil mevcutluğunuzunu tuyusuz. Yani sizininki kişilik mevcutluğunuzunu. Arzugül iminnin mevcutluğunu tuydu Arzugül imin, guman bilen. Şunun bilen siz anından keyin özünüz toğru degen näsige Arzugül iminnin közü bilen qaraysiz. Hergizmi o topның, köpçülüknün közü bilen qaramaysız. Özünüzün közü bilen qaraysiz. Şuna guman sizge nemen ögütüdü dese mesellerge, hadiselerge. Aldığımızda gitmemiz qaytaylı. Guman sizni hadiselerge teşvik kirip şu hadisenin mahiyetini körüşke yetekleydi guman. Tamam, geleceğim. Hadiselerle tırıp kalmazdık için. Şuna hadiselerin mahiyetini seç dursak, meğiz bilen onun şakalığı okşaydı desek mi buludu? Hadise, meğiz içinde boğan şakal. Hadise degen gep, şakalının özü emez şu mu? Yine ma gep dikkat kılaylı. Hadisenin özü şakal emez. Hadise, meğizini öz içine ağan şakal. Meğizini yoşurup doğan, yani meğizini yoşurup doğan şakal. Körenmeydiğin adam, hadisini şakal deydi. Körenmeydiğin adam. Köreleydiğin adam, hadisini meğiz deydi. Şunun bilen şair bilen yazgıç kep çıkıdı. Yazgıcı hadisini şakallık neyse şeklinde tasvirleydi. Onun meğiziga yetip berişini okurmanga taşlap koydu. Şair şakalını çıkıp, hadisini çıkıp, onun mahiyetiga meğizga kirip, anandaki meğizini köstüde okurmanga ma hadisininki ma hadise sen ma körüp atkan hadisen şakal emez manı mı kö şakalı mı hadise lekin manı mı kö dep köstüdü. Yani ikisini tam köstüdü. Şair hadisenin hadisiviliği bilen mahiyetligini tam köstüdü. Şakalı bilen nemisini meğizini tam köstüdü. Hem de sizin sualınızı kelsek, hem de şu toğrı ikileyli yine. Sizin şu toğrı adavağınız şakal oluşu mümkün. Meğiz emez. Şakal oluşu mümkün. Şuna ben sizge toğrısı meğiz deyişim mümkün. Lekin ben onda demeyim. Ben ne demeyesiniz? Siz hakikatin yerimini görüvatsınız deyim. Yani şakal bilen meğizden ibaret bir hakikatinin. Bu ikisi birlik, bir narsa. Şakal bilen meğiz bir narsa. Şu bir hakikatinin siz yerimini görüvatsınız, şakalını görüvatsınız, meğizini görmeyivatsınız deyim. Ben şakal tarafını tutmayayım. Şakal tarafını mı tutmayayım? Meğiz tarafını tutmayayım. Çünkü ikisi bir narsa. Lekin ben şu bir narsanın ikiye bölünüşünü sözleyeyim. Bir narsa şakal bilen meğizden ibaret ikiye bölünüdü.
Şuna hadise mi? Hadise dep atagan narsamiz mi? Hadise bilen mahiyet ikkiga bölünüdü. Şuna insan dep atıldıgan bu narsa ruh bilen ten dep ikkiga bölünüdü. Emniyet ikkisi bir narsa. Şakal bilen meygiz okşaş. İkisi bir narsa. Lekin ikkiga bölüp turmiz biz görüş için. Bölüp turmiz. Ondaqda Şuna siz tenni to'g'ri desangiz mi? Xato. Ruhni to'g'ri desangiz mi? Xato. İkkinchisi xato. To'g'risi ten bilan ruhni deyishingiz kerak. Birlikte tang deyishingiz kerak. ondaqda Ölüm hadisi bilen mahiyetin ayrılış cereyanı. Jarayoni. Bayatın Qarzunun sualı emsi sen ağlarına nemişke okşap qalğanlıqı Bütün dillanın mahiyeti. Mahiyeti, bütün dillarning mahiyeti. meğizi okşaş Ben şekil unutib qaptım. Meğiz o'xshash shakli o'xshamaydi. Hammasi, masalan, men bunda qarayman masalalarga, men emas, endi men o'qigan, men yaxshi ko'radigan, men so'ygan barliq yozuvchi shoirlarning menga o'rgatganini deb beryapman hozir. Menga o'rgatganini deb beryapman. U bo'lsa-mu birning ikkiga bo'linishi va ikkining birligi. Mushuni o'rgatdi menga. Birning ikkiga bo'linishi va ikkining birligi. Mushuni o'rgatdi menga. Shundaq bo'lganda islom bilan xristianning deb olayli ikki dinni mening o'rganishimdan va mening ko'zim bilan qaragan vaqtida ikkisining birligi bor va shundaqla mushu birlikning ikkisi bor degan gap. Shunga bu ikki din birning ikkisi. Şuna siz abay sorgan sualdikidek barliq dilla hammasi birning köpi. Birning har xillari. Birning turliklari. Buningda men İbn Arabining bir so'zinde İbn Arabi 12-asrda yaşagan Arab shoiri, mutasavvif, sofist shoir. Onun bunda bir sözü var. Kalbim barliq obrazlarni qabul qila oladigan bo'ldi deydi. Kalbim barliq obrazlarni qabul qila oladigan bo'ldi deydi. Bu yerda obrazlar degani Allohning obrazi. Ya'ni Allohning barliq obrazlari qalbimga sig'adigan bo'ldi demakchi. Shundaq bo'lganda İslamiyatdagi Alloh, Xristiyandagi Jesus, Yahudilarning Yahvasi, Tavuzimlarning Tavi, Ateşperestlarning Oti, hammasi bir Allah'ning turlik obrazlari. Mush obrazlarning hammasi yuragingizga sig'adigan, yuragingiz qabul qila oladigan bo'lganda shoir bo'lasiz. Demakchi. Ibn Arabi. Bayat pastki suallar tushayotganda bir sual tushibdi. O'zni qanday tushunamiz deb sen bayatdan bu savolni bayatdan sen orzuga javob berib to'g'rilab qolganing gapini. Ondan shu vaqtda o'zingiz bo'lsiz, o'zingiz topgan bo'lsiz deganda kelib chiqqanda shuning uchun so'radim, bilmadim. Lekin o'zimiz hali qanday tushunamiz, qanday tushuna olamiz yoki qanday taniymiz deb. Öz bir emas. Ben abay deganda öz bir emas. Öz ikki. Her qandaq narsa ikkiga bo'linadi deb-ku eng az o'ganda. Shunga öz ikki, bir emas. Shunga ba'zi shoirlar deydi, men emas deydi. Men emas. Bu nima degan gap? Ikki men bor degan gap bu yerda. Ya'ni ikki öz bor degan gap, ikki özlük bor degan gap. Shunga men emas, ya'ni özlükim emas. Özlükim ikkiga bo'linadi. Biri özlük, yana birisi anti özlük, qarama-qarshi özlük. Özge o degan qarama-qarshi özlük. Shunga men asli yoki özlük aslidilla, özlük bilan özgüning birligi. Shunga Arthur Rimbaudning degan gapini davomli men takrorlayman so'zlarimda. I is another deydi Arthur Rimbaud. Ya'ni men özgüdür deydi. Men özgüdür. Bu degani özlük özgüdür degani.
Yani mındaqçı etqan vaqtida şakılımga qarab qanma, meğizim ba degan gap. Meğizil deb qanma, şakılım ba degan gap. Şuna özlük bilen özgeden ibaret ikkiga bölünüdü. Özgülükning shakli bo'lishi mumkin. Özlükning shakli bo'lishi mumkin, lekin ikkisi bir-birining shakli va meg'izi. Birisi yeni birisidan chiqadi. Meg'iz shakaldan chiqqandek, özlük özgüden chiqadi yoki o'zga o'zlikdan chiqadi. O'zlikni mana shunday tushunishimiz kerak deb o'ylayman, chunki buni bundaq o'ylashimdagi sabab men shuni hozir sizlar aytgandek mushu 40-50 yillik tajribamdan yakunlaganim, o'qiganlarim va bilganlarim. Özlük ikkiga bo'linadi. Özlük ve özge. Yani birisi özgülük, yani özlük degen özlük, qarang özgülük kelib atadi, lük qo'shimchasi. Yeni birisi özgilik. Ya bo'lmasa özlüksizlik. Shunda qo'lan bu ikkisi özlük bilan özlüksizlik. Yani özlüksizlik. Bu ikkisi bo'lishi kerak. Yani siz hem özünüz emas degan gap. Sizning o'zingiz ekanligingizni o'zligingiz musbatlaydi, ta'kidlaydi. Sizning o'zingiz emasligingizni özgülüksizligingiz yoki o'zgusizligingiz özlüksizligingiz yoki o'zgiligingiz belgilaydi. Musbatlaydi, ta'kidlaydi. Şuna siz emas, men emas. Özlük hem özgülük. Şuna özlükni bu shundoq tushungan vaqtimizda şiiri tushungan özlük degan so'zning lug'at ma'nosi va uning ko'chma lug'at ma'nosidan chiqib, uchinchi ma'nosiga borgan bo'lamiz. Ya'ni meg'iz bilan shaklini tang qabul qilgan bo'lamiz. Ya'ni hodis bilan mohiyatni tang qabul qilgan bo'lamiz. Shu sen barliq deyotgandagi ikkilik bilan birlikning birdan ikki har qanday bir ayrilish bo'linishni ikkiga bo'linish deb tushunmay, uni yanada ikkilanish, ya'ni birdiki biz ashunaq deb turamiz, dedim bu atab turamiz, tushunish uchun ashunaq atab turamiz. Asli u bir ayrılg'il olmaydi. Masalan, nim bilan arzu bilan so'zlashgan vaqtimizda shunda boshladik gapni. Masalan, ruh bilan tanni ayril. Masalan, arzu dedi, tan o'ladi, ruh qoladi, ruh mangi bo'ladi deydi. Amaliyot undaq emas masala. Ikkisi bir narsa. Tanni o'ldi deseniz, ruhni o'lgan bo'ladi. Ruhni o'lmadi deseniz, tanni o'lmagan bo'ladi. Hatto islomiyatda tanni o'ldi demaydi. Nima o'ldi demaydi? Chunki qiyomatda teningiz qo'pidi. Qabrisida o'rnidan qo'pib Allohning oldida turadigan gap. Shunga u tanni o'lmaydi degan gap. Bo'ldi. Arzu yana suolunuz bormi? Qo'lingizda. Ovozim yana o'tadimi? Sualım. Men endi o'zimni qarshi tushuntirman. Yaxshi, nochi. Qaysi qarshingizda? Tenning o'limi va ruhning mangulikligi o vaqtda, o to'g'risida. Şuğu nesi Arzugül? Şakal mı öldü, meğiz mi öldü? Şakal mı yokaydı, meğiz mi yokaydı? Lekin dikkat kılsanız, meğiz şakalını yerip çıkıp qap-qarang'u tuproqning ostida qaytadan tiriladi. Meğiz qaytadan. O ölüm emas, o bir özgürlük jarayoni, o ölüm emas. Men shuni deyapman hozir o'lim emasda. Shu o'zgarish jarayoni, o'limni shu o'zgarish jarayoni deyapman. O'zgarish jarayoni. Shunga sizning ashra, siz deyotgan ruhning o'limimi, u ruhning o'limi emas. U o'zgarish jarayoni. Lekin o'limni o'zgarish desak, u chaqda ash ruhning o'limi, ash ruhning o'zgarishi deymiz. O'lim o'zgarish demakdir. Undaq bo'lganda ruhning o'limi deganimiz ruhning o'zgarishi degan gap. Bo'ldi. Bugungi suhbatimiz she'riy tildan nasriy tildan farqdan boshlanib, yo'qlik borlik, modda bu. Tenkilab oxirisida o'lim,
dinlarga kelip şahlanıp da yaş baranlaştık çünkü lekin fikirlerini hemisinden bu şahlanıp ketken narsaning golü bir şu hadisiler mahiyet nesr etilden şiir etilden Şiir etilden, bulganlıkı nima üçün Doğru. şairni qanday oyluğa chiqishida yozganligi yozuvchining qanday oyluğa chiqishida yozganligi farqini ham tushunaylik deb o'ylayman. Shunga vaqtimiz bir qapto ishkilonlarning bugungi altındaki vaqtlarni chiqib bu suhbat qatnashganlarga rahmat. Ahmetcan'a çok teşekkür. Sana rahmet. Arzugülügüm rahmet. Görermenliğim rahmet. Ahmetcan'a rahmet. İşimiz soğuk sorup Ahmetcan'a cevap pekzip oturdu. Ya. Yani bir günü ölüm ve hayatlık da bir ayrım bir tema içip şunu çağırırım. Ya qeri şairni şu yaş şairlarmışlar to'xtamay savol so'rab gapini anglab oldim.